Bugungi mavzuyimiz libido, ya'ni yaqinlikka xohishi tushishi va oshishi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Ko'pincha o'zi libidoni tushib ketishi tug'ruqdan keyin yoki yillar o'tib bo'ladi. Nima sababdan bo'ladi bu? Tug'ruqdan keyingi libido tushishi bizda tug'ruq paytida, homiladorligimizda, 9 oy davomida va tug'ruqdan keyin, tuqqanimizdan keyin gormonlarimizning muvozanati o'ynab ketadi. Yo'qoladi muvozanati, ya'ni gormonal narushение bo'ladi organizmimizda, ayollarning organizmida. Va shuni hisobiga bizda prolaktin, sut bezi gormonimiz ko'payganini hisobiga, ko'p ishlab chiqarilganini hisobiga bizda estrogen gormoni, ya'ni ayollik, joziba, energiya gormonimiz tushib ketadi. U gormonimiz bizani yaqinlikka yaxshi o'tishini ta'minlab beradi va qonimizdan tabiiy smaska xohishni uyg'otadi. Ya'ni bizani libidoyimiz, xohishimiz yuqori bo'lganda, estrogen gormonlarimiz yaxshi ishlab chiqarilganda libidoyimiz ko'tariladi. Ya'ni bizdan tabiiy suyuqlik yaqinlikka hech qanaqa lubrikantlasiz, smaskalasiz yaqinlikka sifatli o'tkazishni ta'minlab beruvchi suyuqlik ishlab chiqariladi. Endi bu suyuqlik ishlab chiqarilishi bizda tug'ruqdan keyin kamayadi, ya'ni gormonlarimizning muvozanati buzilganini hisobiga, estrogen gormonimiz tushganini hisobiga tabiiy holatda bizda libidoyimiz tushadi, xohishimiz tushadi. Shuni hisobiga er-xotin munosabatlarida sovuqchilik paydo bo'ladi, yotgisi kelmaydi, er-xotin munosabatlariga kirishgisi kelmaydi. Kirishsangiz ham bizda qinda, ayollarda quruqlik bo'ladi, ya'ni estrogen gormoni ishlab chiqarmayapti, kam ishlab chiqarilyapti. Gormonlar уже o'ynab ketgan. Shuni hisobiga bizda tabiiy smaska chiqmaydi va xohish tushib ketadi. Yaqinlik sifatli o'tmaydi. Quruqlik bo'ladi, diskomfort bo'ladi. Shuni hisobiga sizda o'zi tug'ruqdan keyin osilgan qorinlar, beldagi yog'lar, osilgan ko'kraklar, o'zingizga ishonchingiz ham tushib ketadi, ortiqcha vazn bo'ladi bir xillada va yana qinda quruqlik, libidoni, ya'ni xohishi tushib ketishi baravar birga keladi. Siz yaqinlikka kirishganingizda yana qiningizda kengliklar bo'ladi, paydo bo'ladi, sezuvchanligingiz tushib ketadi. Yana birga bo'lganingizda paq-puq ovozda kirishi bo'ladi. Umuman hech nimani sezmaysiz oldingidek. Orgazm umuman olmaysiz. Shuni hisobiga yaqinlik qilgingiz ham kelmaydi. Yuvinib chiqqanimga ham arzimaydi, yaqinlik qilgani, mazza qila olmayapman, erim ham mendan mazza qila olmayapti deb o'zingizda komplekslar paydo bo'ladi. O'sha keyingi yaqinlikka o'sha xohishingiz yana ham tushib ketadi. Chunki siz yaqinlik qilyapsiz, siz kutgan darajada bo'lmayapti. Siz tug'ruqdan oldin mazza qilib yurgansiz, orgazmni olgansiz, eringiz ham mazza qilgan, qiningiz torgina bo'lgan. Endi o'sha tug'ruqdan keyin sizda u narsa yo'q. Eringiz ham sizdan qoniqmaydi, siz ham eringizdan qoniqmaysiz. Shundan keyin ko'pchilikda xiyonatlar boshlanadi, ajrimlar kuzatiladi. Chunki sizda poslerodovoy depressiya holati bo'ladi. O'zi ko'pchilik ayollarimiz tug'ruqdan keyin depressiyaga tushib qolishadi. Ya'ni tashqi ko'rinishida, munosabatlarda, o'ziga bo'lgan ishonchda pastga tushishlar bo'ladi. Ya'ni jizzaki bo'lib qoladi, holsiz bo'lib qoladi, shirin gapi gadosi bo'lib qoladi, podarkalar xohlaydi, erini e'tiborini xohlaydi, lekin u paytda biza xohlagan e'tiborni bera olmaydi. Uyda hammada har xil sharoitda, bir xilla qaynona-qaynotasi bilan turadi, bir xilla o'g'sini bilan turadi. Shu paytda erkak kishi o'zini hissiyotlarini, o'zini emotsiyasini sizga ochiq ko'rsata olmaydigan holatda bo'ladi, lekin siz undan yaxshi e'tibor xohlaysiz, shirin so'z xohlaysiz, zabotalarni xohlaysiz-da, lekin u narsani hammani oldida erkak kishi ko'rsata olmaydi sizga. Endi to'g'ri aytishingiz mumkin, hech bo'lmasa spalniyada ko'rsatsin deyishingiz mumkin. Endi bizni erkaklarni o'ylashi bilan ayollarni o'ylashi juda ham boshqacha. Erkaklar realist, ayollar emotsional. Emotsionalniy dunyo qarashi, emotsionalniy munosabatlarga qarashi emotsionalniy. Erkaklarniki realroq. Ular siz bilan bitta xonada o'tirganda boshqa narsalarni o'ylaydi. Sizga zabotani, ya'ni e'tibor nima desa bo'ladi?
shirin so'zi, voy qanaqa buni qo'ynini olsamikin demaydi erkaklarni xayolida, unaqa bo'lmaydi. Voy ertaga bu ishim bor, u ishim bor, bu xarajatim bor deb o'ylaydi, ishoning. Bu sizga e'tibor bermayotgani, shirin so'z aytmayotgani, ko'chada kimdiri bor, xiyonat qilib yuribdi degan narsa, stop unaqa narsa yo'q qizlar. Prosta uni xayolida ishi sizlarni zo'r qilib ta'minlashi, sizlarga zo'r sharoit yaratib berishi hech kimdan kam qilmasligi bo'ladi. Lekin shunaqa paytda bitta narsani bilinglar, bizni ayollar depressiyaga, postradioviy depressiyaga tushganimizda erkaklar ham depressiyaga tushadi. Qanaqa depressiyaga tushadi? Misol uchun sizlar tasavvur qilinglar-da. Mana siz 2 qavat bo'lishingizdan oldin eringizni qanaqa kutib olgansiz? Hamma joylaringiz top-toza, o'zingiz krasavitsasiz, sochlaringiz chiroyli qilingan, o'qotli qilingan, o'zingizdan shirin hidli kelib turibdi. Ovqatlari joy-joyida, shinam, uyingiz shinam bo'lib turibdi. Kiyimlarni dazmolla qilib taxt qilib qo'ygansiz. Shirin so'z, shirin kayfiyatda eringizni kutib olasiz. Homilador bo'lishingizdan oldin yoki tug'ishingizdan oldin. Endi farzand dunyoga keltirdingiz. Nima bo'ldi? Hozir o'zingizga qaramagansiz, sochlaringiz taralmagan, bu yerda emizsangiz agar sutlaringiz oqib ketgan, sut hidi kelgan, sizga yaqinlashganda yoki uyingiz to'zg'igan, ulgurmagansiz, o'zingiz kechqurun bilan bolaga qarab yaxshi uxlamagansiz, asablaringiz joyida emas, charchagansiz, kiyimi joyida emas, ovqati joyida emas, kelganda bitta-ikkita jerkib gapirib yuborasiz yoki urishib ketasiz. U odamga ham, u erkak kishiga ham bu stress, katta stress, depressiya bo'ladi. Chunki srazi rejim o'zgarib ketdi. Yotib tur desa ham normalniy emas, hozir bola yig'lab qoladi deb siz yaqinlik qilasiz, normalniy kutilgan yaqinlik bo'lmaydi. Bunaqa paytda erkak kishi bizga o'xshab, voy bir kundan keyin o'tib ketadi, bir oydan keyin o'tib ketadi, bir yildan keyin o'tib ketadi deb kutib turmaydi erkak kishi. Erkak kishiga nima kerak? Ko'chadan kelganda mayli chiroyli kutib olmang, lekin toza bo'lib, akkuratniy bo'ling. Bitta kulib turib, "Va yaxshi keldingizmi, charchamadingizmi?" degan narsani aytsangiz, o'sha ko'chada polniy o'sha energiyasi ketib, ishlab charchab kelgan odamga bitta o'sha narsa bilan ham butun charchoqlari chiqib ketishiga ham yordam berib yuborasiz. Mana shunaqa narsa kerak. Biza qanaqa qilamiz ayollar? O'zi asablarimiz tarang bo'lib turibdi, qaynonamizni bitta narsasi yoqmagan, o'zi charchab ketyapsiz, bolangiz yig'lab turibdi. "Ha, keldingizmi? Unda xabar ham olay demaysiz. Men bola bitta menikimi" deb shappa tutqizib qo'yamiz erkak kishiga. Endi birchi deydi, ikkichi deydi, o'sha keyingisida sizni oldingizga kelishga o'sha qochadi erkak kishi. Uyga kelishga qochadi. Lish bi hamma uxlab olsin, keyin boraman uyga deydi. Ungacha o'rtoqlari bilan yuradi. Agar siz o'sha mehrni, emotsiyani, energiyani bera olmasangiz erkak kishiga boshqa joydan topishni boshlaydi. Men har doim ayollarga aytaman. Siz bitta tug'dingizmi, bo'ldi siz nimadir qoyillatib qo'ydingiz degani emas u. Bitta tug'dingiz bu mana erkak kishiga xuddi bizni erkaklarni mana sharoitimiz zo'r qilib qo'yish kerak, mashina olib berib qo'yish kerak, uyi bo'lishi kerak, puli bo'lishi kerak, nima desam olib berish kerak. Bu uni majburiyati deymiz-ku. Erkaklar ham mana shunaqa ayollarning majburiyati, uy ishini qilish kerak, bola tug'ib berish kerak, ota-onamning xizmatini qilish kerak, men nima desam o'shani qilish kerak. Bu bo'ldi sizning majburiyatingiz. Siz bola tug'ib berdim deb bo'ldi, nimadir qotirib qo'ydi, voy xotinim menga bola tug'ib berdi degan narsa bo'lmaydi erkak kishida. Tug'dimi, bo'ldi, u qilishi kerak o'zi. Bu normal holat. Hamma qilyapti, onam ham qilgan, opam ham qilgan, singlim ham qilgan. Bu ham qiladi. Siz erkak kishiga o'sha emotsiyani, yaqinlikdagi, munosabatlardagi gaplashib o'tirishingiz, uni eshitishingiz, nima yoqyapti, nima yoqmayapti, kun bo'yi nima bilan shug'ullandi, nima muammo bo'ldi, hammasini quloq bo'lib eshitib o'tirishingiz, bu sizni erkagingizga bo'lgan g'amxo'rligingiz bo'ladi. Keyin erkak kishi nimani qadrlaydi ayollardagi? Misol uchun bir xil erkaklarga faqat pastel kerak.
Bir xil erkakligi faqat shirin so'z, undan xabar olib, g'amxo'rlik kerak. Bir xil erkakligi prosta jim o'tirgan holatda birga kino tomosha qilish kerak o'sha ayol. Bir xil erkakligi massaj qilib qo'ygani yoqadi. Endi siz eringiz bilan kelishib olishingiz kerak. O'zi sizga nima muhimroq, nima yaxshi. Bir xil massaj qilib qo'ysangiz maza qiladi-da. O'sha massaj uchun ham ishida mingta problemasi bo'lsa ham sizni oldingizga keladi-da, bitta o'sha massajingiz bilan mazza qiladi-da, расслабиться qiladi. Bir xillagi pastel, bir xillagi prosta quloq bo'lib eshitib berishingiz u kishini. Hech qanaqa muhokama qilmasdan, aybli topmasdan, ha deb eshitib berishingiz u erkak kishiga muhim. Shuning uchun erkak kishini psixologiyasi deganda uni tushunish kerak. Keyin u gapirayotgan narsalarni hech qachon muhokama qilish kerak emas. Muhokama qildingizmi, bo'ldi sizga keyingi safar u ichidagi nimalar borligi, nima muammolar bo'lgani, ko'chada nima muammolar bo'lyapti, nima kelajakda nima qilmoqchi, ularni aytmaydi, siz bilan bo'lishmaydi. Hozir bitta gap aytaman, bu muhokama qilib o'zimdan ayb topishni boshlaydi deb, bo'ldi. Boshqa joydan topishni boshlaydi. O'sha o'zini eshitadigan ayolni topishni boshlaydi yoki o'sha o'zini eshitadigan o'rtoq topishni boshlaydi. Shuning uchun juda ham gap so'zlarimizga, qilayotgan harakatlarimizga e'tiborli bo'lib, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sog'lom oilaviy muhitda xohlayotgan bo'lsak, farzandlarimizni baxtli ota-onani qaramog'ida, quchog'ida katta bo'lishini xohlasak, ayollar eng birinchi o'rinda o'zimizni harakat qilishimiz kerak.